Assalomu alaykum, men Mirzoman. Yigitlarda davom etamiz. 3-mavsum va bu mavsumda yigitlarni vaqtincha superga aylanishlari. Eski qahramonlardan askarni yigitlarga qo'shilishi Ты убил мою семью. Какую? va har doimgidek vatanparvarga qarshi kurashga guvoh bo'lamiz. Qonli sahnalar esa har doimgidek yetarli. Ko'p cho'zib o'tirmayman va biz boshladik. Birinchi qism: bo'ronni dunyoni vayron qilish g'oyasi va unga qarshi kurashayotgan 7lik haqidagi filmni tomosha qilib o'tirgan vatanparvarni shok va g'azabdagi holati bilan boshlaymiz. Filmdan keyin suratga tushish marosimi bo'ladi va yulduz Hyu bilan chiqishga qaror qiladi. Hyu orqa fonda aksiga olib vatanparvar bilan qolib ketadi. Nihilую ты звезду отхватил. Undan oson qutulgandan keyin u yerga Newman keladi. Fotograflardan biri Newmanni chaqirganini ko'rgan Hyu bundan ozroq shubhalanadi. Keyin boshqa superlar bilan ham ko'rishib oladi. Prodyuser bilan Ashleyni mashqadan keyin hojatxonaga kirgan Hyuning yoniga Butcher keladi. Undan ishlarini davom ettirish uchun yordam so'raydi va Hyu kurashni qonlarsiz davom ettirishni xohlashini aytadi. Без насилия, без топтаний на башке и без поджиганий. Vatanparvar esa hammaga bo'ronni millatchi ekanini qanday bilmaganini tushuntirishga majbur bo'ladi. И сегодня я рад всем представить настоящего себя. Fransuzlik bilan Kimikoni bir bazmga borishganini fransuzlikning kiyimiga o'rnatilgan kamera orqali Butcher kuzatib o'tiradi. U yerda hajmini kichraytira oladigan termit laqabli superni va Kimiko o'zini kuylaganini tasavvur qilganini ko'ramiz. Hali qizingiz zo'r bo'ladi, shunchasi oson bo'lmadi. Termit bir do'sti bilan alohida xonaga o'tadi va ularning omadsiz eksperimentlardan so'ng u do'stini o'ldirib qo'yadi. Buni YouTube taqiqlariga ko'ra ko'rsata olmayman. Superning yoniga fransuzlik kirib keladi va Termit uni ketishiga qarshilik qiladi. U fransuzlikning havo yo'llariga kirishga urinishni boshlaydi va Kimiko kelib qolib uni qutqaradi. Lekin u kuchli chiqib ikkisini ham yiqitadi. Vaqtida kelib qolgan Butcher uni paketga solib narkotikka bo'ktiradi va Hyuning gapi bilan uni o'ldirmasdan politsiyaga topshiradi. Hyu bilan yulduzning odatiy hayot tarzini ko'rganimizdan keyin Hyu otasi bilan aloqani tiklaganini ko'ramiz. Keyin Hyuning ishxonasida bo'ronni tutgani va yulduz bilan uchrashishi mashhur qilganini ko'ramiz. Hyu Newmanning yoniga chiqqanda haligi fotografni ko'radi va u Newmanning do'sti ekanini aytadi. Я просто жду Надю. Но это конгрессмен Виктория Ньюман. Мы с ней друзья. Butcher yaxshigina qo'rqlanayotgan Ryanni ko'rish uchun boradi. Ular birga o'ynashadi va Ryan hali ham otasidan qo'rquvda yashayotganini aytadi. Butcher u xavfsiz joyda ekanini aytib ketadi. Grace u endi superlarni o'ldirmayotganidan xursand bo'ladi. Может, не такой ты и козел. Покупай малому бургер хоть иногда, ладно? Vatanparvarning yoniga Aquaman keladi va 7likka qaytishga taklif olganini aytadi. Vatanparvarga bu yoqmasa ham o'zidan qo'rqadigan sherik kelganidan xursand bo'ladi. Vatanparvarni har doimgi savol bilan qiynashmoqda. Как вы могли не понять, что гроза нацистка? Я знаю, я пуленепробиваемый снаружи, но вот здесь я мягкий. Я такой же человек, как и все остальные. Oppoq qizini tug'ilgan kuni bilan tabriklash uchun boradi va uni xotini boshqa birovga erga tekkanini bilib olamiz. Uni yangi eri Todd esa superlarning ishqibozi ekani Oppoqqa yoqmaydi va oldingi ishlarini tashagan bo'lsa ham xotini bilan suhbatlashib olishni so'raganida o'zini hayotini yashashini so'raydi. Frink mudofaa vaziri bilan hali tajribadagi yangi V24, ya'ni odamlarni vaqtincha superga aylantiradigan dorini harbiylar uchun davlatga sotishni suhbatlashadi. Vazir u dori qimmatligini va vodda millatchi bo'lgani uchun buni sotish qiyin bo'lishini aytadi. Newman Hyuga termitni narkotikdan peridoz qilgani uchun quvvatlantirish bo'limiga o'tkazishlarini aytadi. Hyuga bu yoqmasa ham bunga rozi bo'ladi. Hyu buni Butcherga yetkazadi. Butcher u vodga ishlayotganini aytib, bundan norozi bo'ladi. Kurashda yenglashayotganini his qilgan Butcher vatanparvarning videosini ko'radi. Frink yulduz bilan vatanparvarning yoniga chaqiradi va bo'lgan ishlardan keyin yulduzning reytingi oshib, vatanparvarniki tushib ketgani uchun yulduzni 7likning yangi sardori qilishlarini aytadi. Yulduz bilan vatanparvarni bunga qarshilik qilishi ham foyda bermaydi va Frink buni allaqachon ovozga qo'yib hal qilib bo'lishganini aytib, vatanparvardan chiqib turishni so'raydi. U chiqqandan keyin Frink o'zi bu yerda boshliq ekanini aytib, unga haqiqiy kuchga ega bo'lib, hamma narsani o'zi hal qilishni taklif qilib ketadi. Aquamanning intervyusidan so'ng 7likning yangi a'zosi bo'lishga yangi da'vogarlardan biri yulduzning do'sti Supersonic ekanini ko'ramiz. Hyu buni ko'rgandan keyin ularning yoniga boradi va Supersonic unga yoshliklarida yulduzning sharmanda bo'lganini aytib beradi. Keyin Hyu yulduz bilan Supersonic yoshliklarida bir-birlarini qizliklarini olishganini bilib oladi. Зато мы отрывались в попку. Я тебя подстёбываю. Hyu rashk qilgandan keyin yulduz unga 7likning yangi sardori bo'lishini aytadi va bu xavfli ekanini tushungan Hyu bunga qarshi bo'ladi. Shu orqali hamma narsani boshqara olaman deb o'ylagan yulduz do'stidan rashk qilganidan xafa bo'ladi. Yulduzni sardor qilishganlaridan vatanparvar alamini ekspressdan olganini ham ko'rib o'tamiz.
Vatanparvar kasalxonadagi bo'ronning yoniga borib vaziyatni aytadi va bo'ron uning ehtiyojini qondira olmagandan keyin ketadi. Mev Butcherning yoniga boradi va ularni birga ishlab termitni tutishganlarini bilib olamiz. Mev oldingi 7-likdagi askar vatanparvardek kuchli bo'lgani uchun uni o'ldirgan qurolni topishsa, vatanparvarni ham o'ldirishlari mumkinligini aytadi. Bunga ko'ra askarni eski sheriklari orqali uni topishini aytadi va unga yangi V24 dan 3 kapsula beradi. Butcher uyga borib Vini to'kmoqchi bo'lib turganda, uning yoniga vatanparvar keladi. U o'g'lini so'raydi va u aytmasligini bilgandan keyin Wooddan noliydi. Ular o'rtalarida bo'ladigan jangni tezlashishni xohlashlarini aytishadi va vatanparvar ketadi. Oppoqni hali ham superlarni kuzatishni davom ettirayotganlarini ko'rib o'tamiz. Hugh ishdan chiqqandan keyin Newmanni haligi fotograf do'sti chaqirganini ko'rib qoladi. Ularni ortidan kuzatib bir chetki ko'chada suhbatlashayotganini ko'radi. Yigit qandaydir voqeani ommaga olib chiqishni so'raydi. Newman ilojsiz rozi bo'ladi va uni quchoqlab kuchi bilan boshini portlatmoqchi bo'ladi. Yigit ham super bo'lgani uchun buni sezib qolib, uni kuchi bilan otvoradi. Newman kuchlilik qilib uni yengishni uddalaydi va uni parchalab tashlaydi. Bundan u qonni boshqara olishini tushunishimiz mumkin. Buni panadagi Hugh ko'rib qo'rquvga tushadi. Newman kimgadir qo'ng'iroq qilib, manzilni aytib, ko'chani tozalash kerakligini aytib ketadi. Ikkinchi qism Aquamanning cherkovdan qochishi haqidagi film reklamasidan so'ng Butcher Vini ishlatib ko'rishga qaror qilganini ko'ramiz. Vini qabul qilgandan keyin bu tushi bo'lib chiqadi. U Ryan bilan gaplashadi va va'dasida turishini, ya'ni uni himoya qilishini aytadi. Посмотрел мой видосик? Да, нет, еще не получилось. Очень советую глянуть. Vatanparvar bo'rondan tug'ilgan kuni uchun tabrik kutib boradi va javobsiz ketadi. Hugh Newman super ekanini Yulduzga aytgandan keyin nima qilishni muhokama qilishadi. Yulduz u kelguncha kutishni aytib ketadi. U vatanparvarni tug'ilgan kunida aytadigan gaplarni tayyorlashni boshlaydi va vatanparvar Supersonic bilan tanishadi. Matnlarni ham o'zi tayyorlaganini ko'ramiz. Ya'ni Sardor o'zgargani bilan 7-likni o'zi boshqarayotgandi. Butcher oppoqning yoniga askar otasini o'ldirgani uchun uni topib qasos olishga yordam so'rab boradi va u bunga qo'shilishga rozi bo'lmasa ham uni o'limi bo'yicha ma'lumotlarni beradi. Mevning nomiga ochilgan parkka fransuzlik bilan Kimiko boradi va Kimiko askar haqidagi konsertga tushishni xohlab qoladi. Konsertdan keyin unda kuylagan super, ya'ni askarning oldingi sherigi Grafinaning yoniga borishadi. Unga muxlisliklarini aytib, keyin uni qo'lga olishadi va uni so'roq qilib turishganida Grafina ularni chalg'itib qochishni uddalaydi. Ular quvishganda esa xatosi evaziga bir odamni o'ldirib qo'yib, u yerdan qochadi. O'zini ojizligidan jahli chiqib, qo'lni ham kesib olgan Hugh Yulduz bilan bog'lana olmaydi va o'zi ishga kirishga qaror qiladi. Vatanparvar Yulduzni shunchaki ustidan kulishni boshlaydi va Yulduz unga bo'ysunishni xohlamagandan keyin Fring Yulduz xohlagan ishini qila olishini aytadi. Express o'zini afroamerikaliklarni himoya qilib yangi film va video o'yinlarni chiqarishni xohlashini Eshliga aytadi, lekin buni qo'llab-quvvatlashmaydi. Притормозим и все обдумаем. Hugh Newmanni do'sti aytgan Qizil daryo supervolar internatiga boradi. Hughni televizorda Yulduz bilan chiqqanini ko'rib qolishadi va Hugh o'zini bepusht bo'lgani uchun Yulduz bilan bola asrab olishga qaror qilishganini aytib, aldashga majbur bo'ladi. Keyin xonim unga bolalarning ro'yxatini ko'rsatganida kompyuterdan fayllarni yashirincha ko'chirib olishni uddalaydi. Bundagi videolarda Newmanni Fring asrab olganini bilib oladi. Bu yerda ularning yoniga o'tamiz va Newmanni qizini ham ko'ramiz. Fring Newmanga bo'lgan muammoni hal qilganini aytadi. Butcher Porux ismli askarning eski sherigining yig'ilishiga boradi va uni kuzatishni boshlaydi. Uning yoniga borib qilgan g'alamis ishlarini isboti bilan keltiradi va yordam berishni xohlashini aytadi. Porux qilgan ishlarini tan olmay ketadi. Butcher mashinasiga borganida Porux mashinasini otishni boshlaydi. Butcher u bilan ozroq otishib, oyog'idan o'q yegandan keyin berkinadi va uni ko'zguda ko'rib turgan Porux unga rikoshetlar orqali o'q otib, yuzini jarohatlaydi. Butcher shu yerdagi mashinalarni signalizatsiyalarni ishlatib qochishni uddalaydi. O'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan bir qizni vatanparvar qutqarish uchun boradi va shu paytda bo'ronni o'z joniga qasd qilgani haqida xabarni shu joydagi monitordan ko'rsatishadi. Bundan vatanparvar shokka tushadi va haligi qizga uni tug'ilgan kuni bu kun emasligini, ular ishongan xudo yo'qligini aytib, qizga sakrashni buyuradi. Qiz fikridan qaytgan bo'lsa ham o'zini xudo ekanini aytib, uni sakrashga majbur qiladi. Superlarning ishiga berilib ketgan oppoq uyda tutun paydo bo'lishiga sabab bo'ladi va qizini yonida jahl qilib, uni qo'rqitib qo'yadi. Hugh ishiga boradi va Newman bilan gaplashib, o'zini bosolmay turganida Yulduz kelib uni vaziyatdan olib chiqadi. Hugh unga topgan narsalarni ko'rsatadi va o'zini ojizligidan bezib ketganini aytadi. Oppoq qizini xotiniga topshirish uchun boradi va bo'lgan vaziyatni aytib berib, miyasidan askarni chiqara olmayotganini aytadi. Xotini Butcherni jamoasiga qaytishni maslahat beradi. Ya'ni boshqalar xohlagan ishni emas, qilish shart bo'lgan ishni qilish kerakligini aytadi. Kimiko fransuzlikka tanasidagi V sababli oddiy qizlardek yasha olmasligini aytadi. Butcher uyga borib Ryan tashagan videoni ko'radi va bu Bekkan ovozi bilan ishlangan video ekanini bilib oladi. Keyin Hughga qo'ng'iroq qilib izlanishdan to'xtashga qaror qilganini aytadi. Hugh esa Newman super ekani va Fringni qizdek ekanini aytib, Woodga qarshi haqqoniy kurashib bo'lmasligini aytadi. Vatanparvar hali bo'lgan ishdan o'ziga kelmagandi. Butcher Poruxning yoniga boradi va Porux uni otib yiqitadi. Lekin Butcher o'rnidan turib uni qurolni sindirib tashlaydi. Uni biroz kaltaklagandan keyin Porux unga haqiqatni aytadi. Ya'ni askarni o'ldirgan qurol bo'lmagani va ular Grace bilan birga ishlashganini aytadi. Borini aytgan bo'lsa ham Butcher uni o'ldiradi va uni ham ko'zidan lazer chiqishni boshlaganini ko'ramiz.
Vatanparvarning tug'ilgan kun marosimi Supersonikning raqsi bilan boshlanadi. Undan keyin ssenariydan tashqari holda Express kelib Yulduz bilan Vatanparvarni sahnaga taklif qiladi. Yulduz gapini boshlashi bilan muxlislardan biri Vatanparvarni millatchisi o'lganini aytib baqiradi. Yulduz u ham odam ekanini aytib oqlashni boshlaganida uni gapini bo'lib Vatanparvar o'zini nutqini boshlaydi. Bunda u hammadan zo'r ekanini aytib, suratga olishni to'xtatishga ham yo'l qo'ymaydi. U kechirim so'rashdan bezor bo'lgani, uni shu paytgacha boshqarishga urinishganlarini va o'zidek super borligi uchun odamlar Xudoga rahmat aytishlari kerakligini aytadi. Не вы настоящий герой, я настоящий герой. 3-qism 17 yil oldin Yulduzning onasi o'ziga yoqmasa ham majburlab sahnaga chiqarib yuborganini ko'ramiz. Vatanparvar o'zining gaplarini eshitib o'tirganida yoniga ishli kelib, uni darajasi oshib ketgani va bu darajaga hatto askar ham erisha olmaganini aytadi. Butcher esa Vini birinchi dozasidan hali ko'ziga kelmagandi. Oppoq jamoaga qaytgandi va ularning yoniga Hyu ham qo'shiladi. Hyu o'zi ishdan dam olishga chiqish uchun qo'lini Kimikoga sindirtiradi. O'tda Yulduz bilan yettilikka qabul qilish uchun nomzodlarni ko'rib chiqishadi va ular bir qarorga kelisha olmaydi. Fransuzlik dugonasining yoniga borganda, u birovlar ishlash vaqtida uni o'marishganini aytadi. U bu narsani pul bilan uzib bo'lmasligini aytib, birga qochib ketishni taklif qiladi. Fransuzlik rad etadi va dugonasi ketadi. Butcher jamoasi Grace'ning yoniga borishadi va shu yerda oppoq sheriklarini uni oilasini askar o'ldirganini aytadi. Yulduz Supersonikning yoniga chaqirib, uni yettilikka qabul qilishmoqchi ekani, lekin u rad etish kerakligini aytadi. Sababi Vatanparvarga nimadir bo'layotgani va bu yaxshi narsaga bilan tugamasligi edi. Supersonik bunga rozi bo'lmaydi. Express Wood binosi oldida akasini uchratadi. Значит, давай перейдем к твоим извинениям. И можешь вернуться жить в мою хату. Ryan bilan Kimiko gaplashadi va Kimiko bilmasdan qilgan ishini o'zi bilib turgan holda qilganini aytib uni ovutadi. Butcher Grace'dan Nikaragua voqeasi, ya'ni askarning o'limi haqida so'raydi. Grace ayta olmasligini aytgandan keyin Butcher uni agentlari haqida ma'lumotlarni bilishini, aytmasa ularni o'ldirishini aytadi. Grace u yerda narkotik savdosi orqali qurol-yarog'ga pul ishlash operatsiyasi uchun borganini aytadi. Shu voqealarga qaytamiz va ularning armiyasiga Woodning oldingi a'zolari qo'shilganini ko'ramiz. Grace ularni qilayotgan ishiga qarshilik qiladi va uni yoniga Fring kelib harbiy sohada superlardan foydalanishni sinab ko'rishayotganini aytadi. Grace'ni bunga qarshilik qilishi foyda bermaydi. Keyin u shu yerda yurganda Fring bilan Noirning suhbatini eshitib qoladi. Noirning yuzini ham birinchi marta shu yerda ko'rishimiz mumkin. Unda ikkalasi qandaydir rejaga ko'ra Noirning yettilikning sardori bo'lishini gaplashishadi va Fring o'sha paytda Kongress qora tanli odamlarni yoqtirmagani uchun niqobda yurish kerakligini aytadi. Grace askar bilan undan qizlar faqat qo'rqqani uchun yoqtirishni gaplashib turishganda birdan ularga hujum boshlanadi. Butcher shu yerda gapni bo'lib chiqib ketadi. Yulduzning yoniga Vatanparvar kelib, uni jamoaga qo'shmoqchi bo'lgan odamning o'rniga Aquamanni taklif qiladi. Yulduzga bu yoqmagandan keyin Vatanparvar o'zini reytingi oshganini aytadi. Yulduz so'nggi chora sifatida samolyotdagi voqea haqida eslatadi. Vatanparvar esa buni e'lon qilishsa, u hamma narsani yo'qotishini, lekin undan keyin yo'qotadigan narsasi qolmay, butun dunyoni vayronaga aylantirishini aytadi. Ya'ni u xohlagan ishini qila olishini eslatib qo'yadi. Aquaman o'z kuchini boshqara olmay, 8 oyoqni gap orqali o'zini qondirayotganini ham ko'rib o'tamiz. Butcher hali V ta'sirida. Yulduz esa bo'lgan ishni Hyuga yetkazadi va Hyu Vatanparvarni o'ldirishi mumkin bo'lgan narsani topishlari uchun ozroq sabr qilish kerakligini aytadi. Yulduz o'zini o'zi shu tupikka tiqqan bo'lsa ham kutib turish gapidan norozi bo'ladi. Hyu esa Butcher haq ekani va yutqazishdan charchaganini aytib uni rozi qiladi. Expressning yangi ko'rinishi akasining oilasiga yoqmasligini bilib olgandan keyin akasi unga bir superni odam o'ldirib qo'yganini ko'rsatadi. Express esa oldingidek obro'da emasligini aytib, bu ishda yordam bera olmaydi. Sherryni qarz bo'lgan mafiyalari olib ketishadi. Butcher zo'rg'a o'ziga kelib tashqariga chiqadi va Ryan uni kutib olib yuragiga nimadir bo'lganini sezadi. Gracening hikoyasi davom etadi va bunda ularga hujum boshlanganda hamma superlar duch kelgan odamlarni o'ldirishni boshlaganini ko'ramiz. So'ngida Grace raketalardan qochib hushidan ketgan. O'ziga kelganda boshi qattiq jarohatlangan Noirni va boshqa suplarni ham ko'radi. Keyin Grafinya askarni ruslar qandaydir qurol bilan o'ldirib olib ketganini aytgan. Butcher uni gaplariga ishonmaydi va Grace qolganlarga ularni yolg'iz qoldirishni so'raydi. Butcher Vatanparvarni o'ldirishi mumkin bo'lgan qurol borligini bilsa ham nega unga aytmaganini so'raydi va Grace aytganida u bu bilan yer yuzida hamma superlarni yo'q qilmaguncha to'xtamasligini aytadi. Butcher ketayotganida Ryan qolishini so'rab uni to'xtatadi va Butcher u bekkaga qilgan ishini uchun uni yomon ko'rishini aytadi. Lekin uni yuzidan bundan afsuslanayotganini ko'rishimiz mumkin. Ryan esa uni yomon ko'rishini aytib ketadi. Fransuzlikni Nina ismli eski tanishi yoniga olib borishadi va u dugonasi haqida so'raydi. U bilmasligini aytgandan keyin u dugonasini o'marishmaganini, uni o'zi o'g'irlaganini aytadi. Fransuzlik endi davlatga ishlayotganini aytib, uni ozod qilishlarini so'raydi va bu ish beradi. Aquamanni yettilikka qaytarishadi va buni nishonlash vaqtida Vatanparvar uni ham ustidan kulib
qisqa pishirtirib keladi. Keyin o'zini haqiqiy yuzini ommaga ochgandan keyin obro'si oshganidan xursand ekanini ko'rsatadi. Shundan keyin Aquaman'ga o'zini do'sti 8 oyoqni yeyishni aytib, oldiga olib kelib qo'yadi. U rozi bo'lmaydi, lekin vatanparvar uni bunga majbur qiladi. Xotini ham yettilikka kirish uchun hamma narsaga tayyor bo'lgani uchun uni yeyishni so'raydi. Fransuzlik yoniga Kimiko kelib, bunday odamlarga ishlagandan ko'ra birga bu yerdan ketishni taklif qiladi. Butcher kelib Fransuzlik Nina bilan bo'lganini bilgandan keyin u bilan uchrashuv tashkillashtirib berishni so'raydi. Yulduz yoniga Supersonik kelib, unga yordam berish uchun yettilikka qo'shilishga rozi bo'lganini aytadi. Hugh bilan Butcherning suhbati davomida Butcher tanasidagi Vini Hughga qarab to'kib tashlaydi. Supersonikni yettilikka qabul qilinganini e'lon qilishadi. Keyin so'nggi a'zo qilib Aquaman'ni olishadi. Aksiga olib vatanparvar o'zini Yulduz bilan sevishganlar ekanini e'lon qiladi. Yulduz esa har doimgidek o'z rolini majburan o'ynashda davom etadi. Oldin onasi majburlagan bo'lsa, endi hayot uchun kurashga kirishgandi. 4-qism. Askarning eski videolarini ko'rib, otasi bilan birga ko'rganlarini eslab, jahli chiqib turgan oppoq bilan davom etamiz. Keyin Butcher Hughga vaqtinchalik Vini qabul qilganini aytib, boshqalar buni bilsa, uni komaga tushirish haqida ogohlantiradi. Vatanparvar tug'ilgan kunida aytgan gaplari haqiqat ekani haqida intervyu beradi va Frank Newmanning yoniga borib, vatanparvarga ozroq po'pisa qilib qo'yish kerakligi, bundan esa hech kim zarar ko'rmasligini aytadi. Butcher bilan Nina uchrashadi va u Sherry o'g'irlagan narsa bilan ustiga pul ham qo'shib beradi. Lekin u aynan uni sotgan odamni so'raydi. Мы с тобой едва встретились, киса. Не загоняй меня жестко. Yulduz bo'lgan ishlarni Hughga ko'rsatadi va u buni u aytgani uchun qilganini aytadi. Shu paytda ularning yoniga vatanparvar keladi va ularni ustidan kulishni boshlaydi. Yulduz uni yaqinlariga yaqinlashsa, yettilikdan ketishini va reytinglari tushib ketishini aytadi. Бабы. Да шучу я. Ekspressni esa odamlarni o'ldirayotgan Superga chora ko'rish haqidagi gapini hech kim quloq solmay, o'zini ichimligini reklama qildirishadi. Butcher qandaydir yo'l bilan Ninani rozi qiladi va ular shaxsiy samolyotda Rossiyaga uchishadi. Yulduz Mev bilan gaplashib olish uchun boradi va vatanparvarni o'ldirishi mumkin bo'lgan qurolni aynan u Butcherga aytganini bilib oladi. Lekin o'zi yordam berish uchun shunchaki o'zini roli o'ynagani yaxshi ekanini tushunadi. Yigitlar Rossiyaga yetib borishadi va kerakli narsani olish uchun Butcher Nina bilan bir mahalliy mafiyani yo'q qilishga kelishib olganini aytadi. Bu ish uchun Kimiko uni jo'natmoqchi bo'ladi, lekin u rozi bo'lmaydi. Butcher esa u yerda o'zi boshliq ekanini aytadi. Yulduz nima qilarini bilmasdan Supersonikka agar vatanparvar bilan jang qilishga majbur bo'lib qolishsa, o'zining tarafida bo'lishga rozi qiladi. Vatanparvar hammani yig'ib Supersonikni jamoaga qo'shilgani bilan tabriklagandan keyin hammani ketishni so'raydi. Express akasi aytgan qora tanlini o'ldirayotgan Super haqida aytadi va Aquaman uni gapiga qarshi chiqib, uni gapini bir teng qo'yaradi. Hamma chiqib ketadi va Ashley kechki Newman bilan bo'ladigan intervyuda vatanparvar qatnashishini aytadi. Tashqarida Aquaman bilan Express janjallashadi. Vatanparvar esa faqatgina Aquaman'ga yordam berib ketadi. Liftda Supersonic Expressga bu muammoni hal qila olishlarini aytadi. Oppoq Butcherga nima bo'layotganini so'raydi va Butcher ularni tanishgan vaqtini eslatib, o'zi hamma narsani rejalashtirib qo'yganini aytadi. Kimiko aytilgan vazifani a'lo darajada bajaradi va u o'zini yana maxluqdek ko'rinayotganini his qiladi. Kechki kongressda Newman so'zga chiqadi va vatanparvarni aybdorligi emas, u aytgan gaplarga aloqador Frank bunga aybdor ekanini aytib, bu ish bo'yicha so'roq boshlashni aytadi. Ya'ni u raqib tomonga o'tib olgandi. Yettilik a'zolari esa buni vatanparvar qilganini bilib olishadi. Frankni olib ketishadi. Все эти годы не ты меня защищал, а я защищала тебя. Ashley o'ziga yangi kukol topganini ham ko'ramiz. Kimiko ishni tugatib isbotni Butcherga beradi va ichkarida fransuzlikka Butcher kabi odamlar ulardan foydalanmasligi uchun birga qochib ketishni taklif qiladi. Fransuzlik ishni tugatishgandan keyin ketishga rozi bo'ladi. Kechqurun Newman yoniga vatanparvar boradi va uni kim ekanini bilishini aytib, Frankning hujjatlarini ko'rsatadi. Keyin olib kelgan narsalarni berib ketadi. Butcher Vini ikkinchi dozasini urib oladi. Uni yoniga kelgan Hugh o'zini kuchsizligidan bezor bo'lib, u ham Vi qabul qilishni xohlashini aytadi. Butcher u bunday tavqiflanatga loyiq emasligini aytib, rozi bo'lmaydi. Vatanparvar Frank bilan gaplashish uchun boradi va Frank unga shunchaki sifatsiz mahsulot ekanini aytib ketadi. Newman qiziga vatanparvar olib kelgan Vini urganini ko'ramiz. Butcher jamoasi aytilgan bazaga elektrni uzgan holda kirishadi. Ichkarida bir hamyakni ko'rishadi va fransuzlik uni erkalatmoqchi bo'lgandan keyin unga Vi urilgani ma'lum bo'lib, signalizatsiya ishlab ketishiga olib keladi. Harbiylar kelishadi va otishma boshlanadi. Kimiko ishga kirishadi va hamyak ham harbiylarni o'ldirishni boshlaydi. Yigitlarda o'q tugagandan keyin Butcher jamoasini hayron qoldirib, o'z kuchini ishlatib harbiylarni o'ldirishni boshlaydi. Keyin Hugh ham Vi urib olganini ko'ramiz va unda teleportatsiya paydo bo'lgandi. Ular jamoasiga vaziyatni tushuntirishadi. Keyin u yerdan bir kapsulani ochishadi va o'zlari izlagan qurol emas, uxlatilgan holdagi askarni topishadi. U uyg'onadi va ko'kragidan nur chiqarib Kimikoni uchirib yuboradi. Chiqib ketgandan keyin Kimikoning regeneratsiyasi ishlamayotganini sezishadi. Uni olib ketishadi va Butcher askarga nimadir qilishganini aytadi. Vatanparvar odamlarning oldidan Yulduzni olib ketib, bir binoning tomiga olib chiqib, Supersonikni o'ldirganini ko'rsatadi. Bunda Express ularning rejasini
akasini sotib qo'yganini ma'lum bo'ladi. Vatanparvar yana shunaqa rejalar tuzadigan bo'lsa, keyingi qurbon Hyu bo'lishini aytadi. Yulduz esa ilojsiz bunga rozi bo'ladi. 5-qism. Butcher jamoasining rus olimlari askar ustidan o'tkazgan eksperimentlarni ko'rib o'tirgani bilan davom etamiz. Kimiko hali o'ziga kelmagandi. Oppoq esa Butcher Vi qabul qilganidan hali ham g'azabda. Hyu Vini tanasidan chiqarib tashlaganini ham ko'ramiz. Vatanparvar esa voddagi ishlayotgan odamlarni ham bir tiyinga olmay boshlaganini ko'ramiz. Ustiga ustak jinoiy ishlar bo'limiga Aquamanni boshliq qilib tayinlashadi. Yigitlar Amerikaga qaytishadi va Kimikoni kasalxonaga olib ketishgandan keyin Hyu bilan Butcher ikkalasi qolishadi. Supersonikning narkotik peridozidan o'lganini e'lon qilishadi va Yulduz Hyuni yoniga kelib haqiqatni aytadi. Hyu Yulduzga spirtli ichimlik ichirib bo'lgan ishlarni aytib beradi. Yulduz tajribadan o'tmagan Vini qabul qilgani uchun uni koyiydi va Hyu o'zini qahramondek his qilgan bo'lsa ham boshqa qabul qilmaslikka va'da beradi. Askar aeroportga yetib kelganini ham ko'rib o'tamiz. Butcher yoniga Maeve yana Vi olib keladi va ular birga o'tirib ichishadi. Ozroq suhbatdan keyin Butcher hamma superlar yo'q bo'lib ketish kerakligini Vini qabul qilgandan keyin tushunganini aytadi. Bu esa Maevega yoqadi. Kasalxonadagi Kimikoni yoniga Nina keladi va fransuzlikka ularni qilgan ishlari sabab Rossiyadagi aloqalarini yo'qotganini, buni badaliga bir odamni qizi bilan birga o'ldirish kerakligini aytib ketadi. Kimiko o'ziga keladi va askarning hujumidan keyin kuchini yo'qotganini sezib bundan quvonadi. Express Yulduzdan qo'rqoq ekanini eshitgandan keyin Eshli uni qilgan ishlari uchun u aytgan super, ya'ni qirg'iy bilan uchrashuv uyushtiradi. Ular qirg'iy qora tanlilardan kechirim so'rab chiqishiga kelishib olishadi. Askar Amerikaga yetib kelib, u yer oxirgi marta ko'rganidan ancha o'zgarib ketganini ko'radi. Keyin uni qiynash vaqtida qo'yilgan qo'shiqni eshitib qolib, unda shahar o'rtasida xuruj sodir bo'ladi. Oppoq qizini olib ketish uchun boradi va unga o'gay otasi vatanparvarni ko'rsatganidan norozi bo'lib turganida televizorda askarning xurujini ko'rsatishadi. Bundan Oppoq o'zini yomon his qiladi va qizini tashlab ketadi. Vatanparvar esa bo'lgan ishdan g'azabda va jahlini Yulduzga sochadi. Yulduz bu askar ekanini tushunadi va bu bilan shug'ullanish uchun ketadi. Butcher bilan Hyu voqea joyiga borib, askar vayronaga aylantirgan binoni ko'rishadi. Ularga Oppoq ham qo'shiladi va ular askarning keyingi yo'nalishini qayerdaligini Oppoq orqali bilib olishadi. Legenda. Yulduz ham izlashni boshlaydi. Express akasini mahallasi odamlari yoniga qirg'iyni kechirim so'rash uchun olib boradi. Qirg'iy yoqaroqmas kechirim so'ragandan keyin u yerda janjal kelib chiqadi va qirg'iy odamlarni uloqtirishni boshlaydi. Express uni to'xtatib tashqariga jo'natadi va akasi bundan jabrlanganini ko'radi. Butcher jamoasi ularni eski tanishi, afsonani yoniga borishadi va u oldin Votni boshqarganini bilib olamiz. Uni yoniga askar kelganini bilganlari uchun u nima deganini so'rashadi va u o'zini oldingi kiyimlarini olib sevgilisining yoniga yo'l olganini bilib olishadi. Vatanparvar bo'lgan fojiaga Fring aloqadorligini aytib intervyu beradi. Bunda odamlarga hech narsa xavf solmasligini aytadi. Buni ko'rib o'tirgan Maeve yoniga vatanparvar keladi va u Butcher bilan vatanparvarga qarshi kurashishni boshlaganini bilishini aytadi. Maeve buni inkor qilgandan keyin vatanparvar ularning orasida nimadir bo'lganmi yo'qmi bilishni xohlaydi. Maeve undan nafratlanishini aytadi va uni Noir qo'lga oladi. Butcher jamoasiga askarning yoniga borish uchun olib kelgan Visini ko'rsatadi. Oppoq qabul qilishga rozi bo'lmay turganida Hyu shusiz shunchaki foydasiz odamga aylanishini aytib darhol rozi bo'ladi. Yulduz Maeveni so'rab Eshlining yoniga kiradi va Eshli qo'rqqanidan bu ishlarni qilayotganini bildirgandan keyin uni savoliga javob berishni xohlamaydi. Express akasi endi yura olmasligini bilib olgandan keyin qirg'iyga nisbatan nafrati oshadi. Fransuzlik Ninaning qo'ng'iroqqa javob bermay Kimiko bilan kino ko'rib o'tirganida Kimiko gapirishni boshlaydi. Butun kasalxona bo'ylab raqs tushib kulayotgandan keyin bu faqatgina uni xayollar ekanini ko'ramiz. Fransuzlik bonusdan keyin uni yonidan ketadi. Tashqarida uni Nina tutib oladi. Birovlarning ehtiyojlarini onlayn qondirayotgan Grafinyani Butcher kelib qo'lga oladi. Uni bog'lab yoniga askar kelayotganini aytishadi. Ularning yoniga Yulduz ham keladi va Hyu yana Vi qabul qilganini aytadi. Keyin Butcher Oppoqqa dori berib uxlatib qo'yadi. Ya'ni u askardan g'azablanib, ularning rejasini buzishni xohlamaydi. Askar kelgandan keyin Butcher unga birga ishlashni taklif qiladi. Askar ichkariga kirib Grafina bilan gaplashadi va ular askarni yomon ko'rishgani uchun ruslarga tekinga topshirib yuborishganini bilgach, uni o'ldiradi. U yerga Hyu bilan Yulduz yetib kelishadi va Yulduz askarni ko'rgach, o'zini kuchini ishlatmoqchi bo'ladi. Lekin Hyu uni oldiga chiqib, ular izlagan vatanparvarni o'ldira oladigan qurol askar ekanini va shu orqali uni qutqara olishlarini aytib birga ketishni so'raydi. Yulduz rozi bo'lmaydi va Hyu Butcher bilan ketadi. 6-qism. Bo'lgan fojialardan keyin odamlarni birga harakat qilishga chorlab kuylashganini YouTube'dan ko'ramiz. Vatanparvar esa Grafinyani askar o'ldirganini kameralar orqali ko'radi. Bunda uni ko'zida birinchi marta qo'rquv paydo bo'lganini ko'ramiz. Nima qilarini bilmagandan keyin uni topib o'ldirishni aytib, Noirni o'zi bilan olib ketadi. Tashqarida unga o'z tarafida ekanidan xursand ekanini aytadi. Noir esa liftda qo'ldagi chipni olib tashlab, u yerdan ketadi. Bu yoqda Butcher bilan Hyu askarga so'ragan narsalarni olib kelishadi. Unga uni qutqarishgani evaziga o'ldirmoqchi bo'lgan odamlar ro'yxatiga vatanparvarni ham qo'shishni so'rashadi. U esa oldingi jamoadoshlarini hammasini topishga yordam berishsa, aytgan ishini bajarishini aytadi. Kimiko fransuzlik undan xafa bo'ldi deb o'ylab SMS yozadi va ko'chadagi bolalarga qarab turganida uni ham Ninaning odami olib ketadi. Oppoq bilan Yulduz nima qilishni rejalashtirib turishganida Yulduzga qo'ng'iroq bo'lib Votga ketadi. Express akasi bilan bo'lgan voqeadan keyin haqqoniy yakun xohlashini aytadi
va Eshli vaziyat sababli bunga rozi bo'lmagandan keyin bu ishni o'zi qilishini aytadi. Eshli esa yorilib shu paytgacha uni orqasidan yopib kelishgani, endi esa вообще ekanini aytadi. Vatanparvarga Aquaman Noir chipini olib tashlaganini aytadi. Bundan askarni keyingi qurboni egizaklar bo'lishi mumkinligini aniqlaganini aytadi. Vatanparvar uni egizaklarning yoniga jo'natadi. O'zi esa o'zini ikkinchi shaxsiyati bilan gaplashishni boshlaydi. Ya'ni Vi uni miyasiga ham ta'sir qilganini ko'ramiz. Uni ikkinchi shaxsiyati o'zini haqiqiy kuchli tomonini ochsagina bu narsalarni yengib o'ta olishini aytadi. Askarning filmlarini ko'rib, u bilan o'tirgan Hugh askarni Amerikani himoya qilib turib hech narsaga erisha olmaganini bilib oladi. Shu paytda Butcher kelib manzilni topganini aytadi va Hugh bilan vaqtinchalik Vini urib olishadi. Aquaman egizaklarning yoniga borib gaplashadi va u yerda bazm bo'layotganini ko'radi. Стоп, это же герой Газм. Yulduz va Newman bilan intervyuda vatanparvar xavf haqidagi gaplardan bezor bo'lib u yerdan ketadi. Newman Yulduz bilan gaplashishga qaror qiladi va ular Newmanning qobiliyatini payqab qolishganini bilishini aytadi. Keyin unga birga ishlashni taklif qiladi. Ya'ni unga yordam berish evaziga uni reytingini oshirib olishini so'raydi. Yulduz esa bu narsalardan bezib ketganini aytib, uni rad etadi. Newman hech kimga aytmasligini so'rab ketadi va Yulduzning burni qonaganidan Newman uni ham boshini portlatishga uringanini bilib olishimiz mumkin. Kimiko bilan Sherin yoniga fransuzlikni olib kelishadi va Nina ozroq fransuzlikni yoshli har doim birovlarning buyrug'iga bo'rsunib yashagani haqida aytgandan keyin unga qizlardan birini tanlash kerakligini aytadi. Shu paytda Kimiko kishanni yechib bir soqchini o'ldiradi va ikkinchisi uni otadi. Keyin ikkinchisini ham shafqatsizlarcha o'ldiradi. Nina esa qochib ketgandi. Yo'lda oppoq Yulduzga bolaligida askar bobosini o'ldirishiga sababchi bo'lib qolganini aytib berib, yo askarni to'xtatishi yoki o'zi o'lish kerakligini aytadi. Ular egizaklarning yoniga borishganda ularni 3 oyoqli kutib oladi. U Yulduzni tanigani uchun ichkariga kirishni uddalashadi. U yerda bo'lgan narsalarni yutib cheklovlari va sizni ko'nglingizni aytmaslik uchun ayta olmayman. U yerga askar sheriklari bilan kelganini ko'ramiz va Hugh u yerdagi odamlarni aziyat chekmaslik uchun egizaklarni qayerdaligini bilib chiqishni aytadi. Yulduz esa u yerdan qirg'ini topib, odamlarni olib chiqib ketishni so'raydi. Hugh ichkariga kiradi. Yulduz esa Aquamanni 8 oyoq bilan tutib olib, uni vatanparvar jo'natganini bilib oladi. Hugh u yerda ekspressni ko'radi va Vi ta'sirida bo'lgani uchun undan Robin uchun uzr so'rashni talab qiladi. Hughning maqsadi urushish bo'lsa ham, ekspress o'zi bilan bo'lgan vaziyatdan keyin undan uzr so'raydi. Hugh u chin dildan aytgan bo'lsa ham uni uradi va Yulduz bunga aralashib ekspressni ketish kerakligini aytadi. Yulduz Hughga vatanparvar ham shu yerga kelayotganini aytib, odamlarni olib chiqib ketishni so'raydi. Shu paytda u yerga askar keladi va Hugh Yulduzni ko'chaga teleport qiladi. Keyin uni qutqarishni xohlashini, ya'ni undan kuchsiz bo'lishdan bezganini aytadi. Askar ichkarida oppoqni uchratadi va oppoq unga tutunli bomba tashlagandan keyin bu unga ta'sir qilmaydi. Oppoq u oilasini o'ldirganini aytib, jangni boshlamoqchi bo'ladi va bunga Butcher xalaqit beradi. Ты убил мою семью. Какую? Не его. Близняшки вон там. Oppoqdan testosteron oqib turganiga e'tibor bermasak ham bo'lmaydi. U Butcherni bita bilan urishni boshlaydi. Askar egizaklarning yoniga boradi va ular bo'lgan ishga aloqalari yo'q ekani, buni hammasini Noir qilganini aytishadi. Shu paytda u o'sha o'zi yoqtirmaydigan qo'shiqni eshitadi va unda xuruj sodir bo'lib, butun uyni odamlari bilan birga yo'q qiladi. Hugh Yulduzni u yerga borishiga yo'l qo'ymaydi va javobiga to'qli shapaloq oladi. Voqea joyidan chiqayotgan qirg'ini yoniga ekspress kelib qilgan ishlari uchun javob berishni aytadi va uni urib yiqitib, yuragi chidaganicha yerda sudraydi. Keyin yiqiladi. Vatanparvar yetib keladi va Butcher ham o'ziga keladi. Keyin askar nima bo'lganini bilmasligini ko'radi. Ularning yoniga vatanparvar keladi va Butcherni ko'rgach lazeri bilan uni yiqitadi. O'zini askardan kuchli deb hisoblagani uchun ularning o'rtasida jang boshlanadi. Yulduz o'ziga kelgan oppoqni odamlarni qutqarish uchun olib keladi. Askar bilan vatanparvarni jangga Butcher ham qo'shiladi. Чё за нахер? Что ты сделал? Выжженная земля. Ularni afsonaviy lazer urishtirishlaridan so'ng ularga Hugh ham qo'shiladi. Vatanparvarni uchalasi yiqitishgandan keyin askar ishga kirishadi, lekin vatanparvar ulardan qochishni uddalaydi. Kimiko Vi sabab o'zi maxluqqa aylangan deb hisoblaganini, lekin o'zi oldindan shunaqa ekanini tushunganini aytadi. Vatanparvar esa o'zini kaltak yegandan shokda. Yulduz qurbonlarning oldida Instagramda bu yerda askar bo'lgani, uni vatanparvar to'xtata olmagani, Wood Mefni qamab qo'ygani va o'zi endi jamoadan ketmoqchi ekanini e'lon qiladi. 7-qism. Yangiliklarda Yulduz Instagramida hali ham Woodga ko'rsatma berayotganini ko'ramiz va Eshli bunga Yulduz Kimiko, ya'ni terrorchi bilan tanishganini yashirish uchun qilayotganini aytib javob beradi. Hugh afsonadan askar hech qayerda jang qilmagani, shunchaki aybsiz odamlarni o'ldirganini bilib oladi. Keyin ular askar bilan gaplashishadi va keyingi qurbon boshqalarning ongini o'qiy oladigan Mega Mia ekanini bilib olishadi. U aqldan ozgani uchun bunga qarshi dori olish kerakligini Hugh tushunadi va uni shu orqali izlash uchun ketishadi. Vatanparvar qamoqdagi Mefning yoniga keladi va u yuzini ko'karganini ko'rgandan keyin Butcher super kuchga ega bo'lib askar
askar bilan birga superlarni o'ldirishni boshlaganini aytadi. Keyin Mevni o'ldirgan taqdirda ham uni bachadonini saqlab qolib, shu orqali o'ziga yangi farzand tug'dirishini aytib ketadi. Askar jamoasi topilgan manzilga borishadi va askar Megamiyani ko'ziga qaramasliklari kerakligini aytadi. Noir bo'riga borib o'zini xayoliy mult qahramonlari bilan gaplashganini ko'ramiz. Bu yo Vini ta'siri, yo askar bilan bo'lgan voqeadan olgan jarohatning ta'siri menimcha. Askar yo'lda davom etayotganida qandaydir ovozlar eshitishni boshlaydi va bu yerda ham Hugh kabi viosarati boshlanganini ko'ramiz. Keyin askar bir qopqonga tushadi va ular bombadan uchib ketishadi. Shu paytda Megamiya Butcherni ko'ziga qarab, uni yoshligidagi xotiralarga qamab qo'yadi. Askar u xotiralarda qamalib o'lishini aytadi va Hugh uni Megamiya o'z holiga qaytara olishini bilgandan keyin bunga uni majburlashni so'raydi. Askar u endi o'lishini, o'zi esa va'dasida turib vatanparvarni o'ldirishini aytib ketadi. Butcher bolaligida otasi uni urganini ko'rayotgandi. Kimiko yulduzdan bir murlik vini topib berishni so'raydi va u bunga rozi bo'lmagandan keyin u bu kuchsiz yaqinlarni himoya qila olmasligini aytadi. Askar yana ovozlar eshitayotgandi va Hughga qilgan ishlarini maqtanganida Hugh bunga ishonmasligini aytadi. Buni evaziga hokim shapaloqdan qabul qilib oladi. Aquamanni to'shakda uchlikni sinab ko'rish g'oyasi xotinini ketib qolishi bilan yakunlanadi. Noirning qahramonlari spektaklidan uni askar urib qo'rqitganini bilib olamiz. Butcherning xotiralaridan esa u otasi sabab shunday odamga aylangani, ya'ni otasiga o'xshashni xohlamasa ham shunday bo'lib qolganini bilib olamiz. Askar bilan Hugh rohib-rohibalarni uchratishadi va askar ularni Megamiya jo'natganini bilib otib o'ldiradi. Vatanparvar chiqish qilib faqat yulduz haqida gapiradi va hali askardan qo'rquvdan o'ziga kelmaganini ko'ramiz. Sigir sog'ib ichayotganida esa uning yoniga Newman kelib askarni qaytganini e'lon qilish kerakligini aytib bosim o'tkazishni boshlaydi. Vatanparvar uni bo'g'gandan keyin unga bir ishda yordam bersa, u ham yordam berishini aytib bir qog'oz beradi. Express Eshlining ko'z oldida uyg'onadi va Eshli qirg'ini o'limini askarga to'nkashganini aytadi. Keyin uning yuragini Expressga qo'yib, uni yana yugura oladigan qilishganini aytadi. Ya'ni endi u yomon ko'radigan odamining yuragi bilan yashashga majbur. Fransuzlik askarni uxlatib qo'ya oladigan gazni aniqlaydi va uni Rossiyadan topish mumkinligini Oppoqqa aytadi. Oppoq qizini o'gay otasi vatanparvarning yoniga olib borganini ko'rib, uni yoniga yo'l oladi. Kimiko fransuzlikka uni himoya qila olish uchun yulduzdan Vi olib kelishni so'raganini aytadi. Yulduz Votga yashirincha Vi olish uchun boradi va yangi vaqtinchalik Vini tajribalarini ko'rib qoladi. Bundan tajribalar omadsiz chiqib, 3-5 dozadan keyin o'limga olib kelishni yozilgandi. Noirning xayolot dunyosidan ular jamoasi bilan askarni qo'lga olish davomida uni boshini askar jarohatlaganini bilib olamiz. Uni mult qahramonlari boshlangan ishni yakunlash kerakligini aytishadi. Oppoq qizining yoniga boradi va Todd uni vatanparvarning yoniga olib borgani uchun koyishni boshlaydi. Xotin uni fikriga qo'shilib qizini olib ketadi. Bundan Todd vatanparvarning gaplariga butunlay ishonishini bilib olamiz. Ты настолько тупой и промытый, что ни хера не видишь. Va janjal Oppoq uni urib yiqitishi bilan tugaydi. Bu esa qizini undan qo'rqishiga olib keladi. Yulduz Votdan ketayotganida vatanparvar uni ko'radi va qilgan ishlari yolg'on ekanini aytib, kechirim so'rab chiqishni talab qiladi. Yulduz esa uni gaplarini o'zini obunachilar eshitib turganini aytib, vaziyatdan chiqib ketishni uddalaydi. Askar bilan Hugh Megamiyaning yoniga borishadi va Hugh uni teleport qilib Butcherning yoniga olib boradi. Unga kiyim bergandan keyin bu yerdan ketishni xohlashini aytib, Butcherni uyg'otishni iltimos qiladi. U rozi bo'lmagandan keyin uni qutqarishga va'da beradi. Butcherning xotiralaridan u ukasini otasi bilan qoldirib ketgani uchun u bunga chiday olmay o'zini o'ldirgani ma'lum bo'ladi. Xotirasidagi ukasi unga bosim o'tkazishni boshlaganida uni bu holatdan olib chiqishadi. Shu paytda askar kelib Megamiyani qo'lga oladi va Hughni urib uchiraveradi. Askar Megamiyadan bir ma'lumotni eshitib, g'azablanib uni o'ldiradi. Eshitganini esa yigitlarga aytmaydi. Xotiralarni eslab o'tirgan Butcherga yulduz qo'ng'iroq qilib, Vini 3-5 dozasi o'limga olib kelishni aytib, buni Hughga yetkazishni so'raydi. Lekin Hugh kelganida uni bunga aytmaydi. Fransuzlik yulduzi olib kelgan Vini Kimikoga uradi va uni kuchi qaytadi. Vatanparvarga askar qo'ng'iroq qilib, u otasi ekanini aytadi. 8-qism. Vatanparvar Ryanning yoniga boradi va u yolg'izlikni his qilayotganidan foydalanib, uning yonida bo'lishini aytib, ko'nglini olishni uddalaydi. Yulduzni g'oyasini qo'llab-quvvatlovchi yulduzchilar jamoasi shakllangan va Votga qarshi qo'zg'olonlar boshlangandi. Butcher jamoasi ishga kirishadi va Maeve uni uxlatib, harbiylar yordamida olib ketishayotganda qochishni uddalaydi. Fransuzlik askarni uxlata oladigan gazni topganini Oppoqqa ko'rsatadi. Keyin Oppoqqa qiziga o'zini haqiqiy yuzini ko'rsatish kerakligini aytadi. Yangiliklarni ko'rib o'tirgan vatanparvarning yoniga Eshli bilan Aquaman kelib, Maeve qochgani haqida aytib turishganda, ularning yoniga Noir keladi. Ikkisi yolg'iz qolishgandan keyin Noir askarni o'ldirishlarini aytadi. Butcher Hughni qoldirib askar bilan ketadi. Express akasining yoniga borib, o'zidagi yangilikni yetkazadi va bo'lgan ishlardan keyin endi uni hayotiga aralashmaslikni so'raydi. Yulduz Hughni kelib olib ketadi va Hugh Butcher unga Vini bermay o'limdan qutqarganini tushunadi. Keyin ular yarashib olishadi. Yulduzga Maeve qo'ng'iroq qilgandan keyin uning yoniga borishadi. Maeve Yulduzni qo'zg'olonchilari sabab qochganini aytadi. Kimiko fransuzlikka birovlarni quli emasligini tushuntirish bilan band. Keyin jamoa
birlashib hammani qutqarishga kelishib olishadi. Butcher bilan askar yoshliklari haqida gaplashishadi va askarning ham otasi bilan muammosi borligini bilib olamiz. Askar vatanparvar o'g'li ekanini aytib, uni o'ldirishdan bosh tortmoqchi bo'ladi va Butcher unga va'dasini eslatadi. Vatanparvar Noirning yoniga kelib askar haqida gaplashishadi va u otasi bo'lganini Noir bilib turib unga aytmagani uchun uni o'ldiradi. Butcherning yoniga jamoasi keladi va askarni to'xtatishni talab qilishadi. Lekin Maeve o'lish kerakligini aytib, unga qarshi qurolni ham yo'q qiladi. Askar kelgandan keyin hammani seyfga qamab, Butcher, askar va yulduz ishga kirishadi. Vatanparvar jamoasining yoniga kelib, ularni yetarlicha kamsitadi va Aquaman'ga bir ish buyuradi. Keyin ular keraksiz ekanini aytib ketadi. Aquaman vatanparvar aytgan ishni qilib, bir odamni o'ldiradi. Yulduz yordamida jamoa seyfdan chiqib olgandan keyin ular ham ishga kirishadi. Hugh shu yerda vaqtinchalik Vi topadi. Vatanparvarning yoniga Butcher sheriklari bilan boradi. Vatanparvar Noirni askar haqida aytmagani uchun o'ldirganini aytib, unga Ryan, ya'ni nevarasini ko'rsatadi. Askar esa agar uni o'zi ulg'aytirganda, bunaqangi rasvo odam bo'lib ulg'aymasligini aytib, uni tutib kuchini ishlatishni boshlaydi. Ryan uni lazer bilan uchirib yuboradi va askar ham unga javob beradi. Bu Butcherga yoqmaydi va vatanparvar bilan ikkalasi askarni lazer bilan uchirib yuborishadi. Butcher uning yoniga borib, Ryanni himoya qilishga ont ichganini aytadi va askarning gapidan keyin ularni jangga boshlanadi. Ты еще слабее, чем он. Bu yoqda Maeve vatanparvar bilan jangni boshlab yuboradi. Ozroq bidish ulardan keyin jangga yulduz bilan oppog'am qo'shiladi. Fransuzlik laboratoriyaga boradi. Hugh nazoratchi xonasidan butun binoga trevoga e'lon qiladi. Kimiko harbiylar bilan jangni boshlaydi. Maeve vatanparvarni burnini qonatgandan keyin vatanparvar uni ko'zini o'yib oladi. Fransuzlik uxlatuvchi gazni tayyorlab, uni Kimikoga berib jo'natadi va bu yoqda jangda Butcher askarni qalqonni lazer bilan bo'lib tashlaydi. Askar esa uni urib hushidan ketkazadi. Keyin jangga qo'shilgan yulduzga Hugh binodagi tokni oshirib yordam beradi va askarni yiqitib unga gazni ishlatadi. Askar uxlamaslik uchun xurujni boshlaydi. Butcher Ryanni himoya qiladi va Maeve vatanparvarni qulog'iga temir tiqqanini ko'ramiz. Keyin u yerdagilarni qutqarish uchun askarni o'zi bilan olib pastga sakraydi. Bu orqali havoda katta portlash sodir bo'ladi. Ryan Butcherni rad etib otasi bilan ketishga qaror qiladi. Butcher esa Vi ta'siridan hushidan ketadi. Maeveni askardan qutqargani uchun qahramonga chiqarishgandi. Butcherga esa unda raq aniqlangani va 1,5 yil umri qolganini aytishadi. Oppoq qiziga askar ularning oilasini o'ldirgani haqida aytib beradi. Yulduz Maevening yoniga boradi va u kuchidan ayrilgani uchun dugonasi bilan ketishga qaror qilganini bilib, u bilan xayrlashadi. Eshli yigitlarning kameraga tushib qolgan videosini vatanparvar ko'rmaslik uchun o'chirishga qaror qiladi. Askarni kapsulaga joylashadi. Aquaman sobiq xotini uni yomonlab bergan intervyusini ko'rmoqda. Yigitlar Newmanning Woodning hamkoriga yangi prezident qilib saylanganini ko'rishadi. Ya'ni ularni hali qiladigan ishlari ko'p. Vatanparvar olomonga o'g'lini tanishtirishga qaror qiladi. Unga bir odam bankka uloqtiradi va vatanparvar uni lazer bilan o'ldiradi. Bu yerdagi Toddning gapidan keyin hamma uni qilgan ishini qo'llab-quvvatlaydi va biz yana bir men bilan mavsumni yakunlaymiz. Sharh va serial haqida fikrlar izohlarda. Нахер мудака! Вот это